Hava akamiz yozgan ekanlar 10 tonnalik kamaz yo'q turdi. Mana sizlar uchun 10 tonnalik kamaz. Yili 1989-yil moshimiz udar turibdi. Moshimizni polni yevro qilgan ekanlar. Balon qismiga kelib hali yaqinda to'xtim dedilar. Ay ko'p yurganim emas dedilar. Moshimiz juda ham udar turibdi. Bu degani tayyor biznes. Olasiz, hech qanaqa xarajati yo'qdi, moshin faqat minasiz. Gaz ballonlariga kelayotgan bo'lsak, o'sha siz bilgan baqaybat metan 8 ta ballon turgan ekan, 100 talik. Sizlar orqa tarafini kuzatuvlarni ko'rsatib o'tamiz. Dem kengish hali yaqinda pol qismlariga shunaqa temir listadan qilingan ekan, polni kurugon deb baxshi udar turibdi. Voy mana ochishlar filan. Bitta ko'rsatib o'ting. Ichki qismchalar ham chotki turibdi. Olasiz faqat minasiz. Kuzovimizni uzunligi 6,5 metr ekan. Bemalol yana o'zingiz kelib ko'rib bilib olaverasiz. Bitta salon qismini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Salonlar ham chotki, unaqa turkilib ketgan, boshqa emas. Bitta ko'rsatib o'ting operator. Salonlar ham chotki turibdi. Endi saligina kech bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun mana shu mashinamizni ko'rib, savdolashib, talashib, tortishib kech bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun videosini chiqaryapmiz. Buni narxiga kelayotgan bo'lsak, narxini sizlarga aytib o'taman, tayyor tuting. $14,950 dedilar. Kan ko'ngillarga bitta qo'l solib ko'ringlar. Yana sizlar uchun bir nimalar o'tayotgan joyi bor ekan. Bemalol ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zingizga kerak bo'lgan qolgan ma'lumotlarni egalaridan bemalol bilib olaverasizlar. Yangi rabochiy obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham zo'rlar sizlarni kutmoqda. Sog' bo'ling.